Bizda original kanal kelgan. Temur Tagayev blogerning kanallari. Xo'p, hamma video original, o'zlariniki, hammasi 100%. Bu bo'yicha strike bo'yicha xudo xolasa muammo yo'q. Xo'p, prosmotrlarni ko'rsataman. Eng ko'p ko'rilgan prosmotrlar 13 million, 6 million, 6 million, 6 million. YouTube'dagi original kanali deyishyapti. Bitta sherigimiz olib kelgan o'zimizning hamkorlardan. Original kanali shu, strike tushmaydi. Bitta shu kanal bizda deyaptilar. Xo'p, 269 mingta obunachisi bor do'stlar. Statistikalarimizni bitta ko'rsatib o'taman. Oylik daxodar pul ishlaydi bu. Hozirda $50 ishlayapti ekan oyiga, lekin nimagadir sal daromad kamroq, chunki shorts video bo'lgani hisobiga shekilli. Shorts uncha ko'p pul to'lamaydi, bilasizlar. Xo'p, oxirgi 90 kun ko'raylikchi. Oxirgi 90 kunda $204 ishlagan, 365 kunga nisbatan $1100. Все времяga nisbatan $1400 pul ishlayapti. Yaxshi emas. Mana kunlar $20 ishlagan. Mana video qo'ysa uchadi-da kanal mana. Ishlagan mana. Misol uchun demak, ishlasa bo'ladi. Xo'p, $1400 jam pul ishlagan, 131 million prosmotr. Shortsga kam to'laydi do'stlar. O'zbek shorts bo'lsa kam to'laydi. Shuning hisobiga daromad uncha katta emas. $1400 hozirgacha pul ishlagan. Xo'p, oxirgi oyda $50 pul ishlayapti. Kuniga hozir deyarli $4 ga yaqin pul ishlayapti. Statistikaga video qo'ysa mana-da, e'tibor berasiz, 3 ta video bo'lgan, statistika ko'tarilyapti. Любой platforma YouTube'da shunaqa video ko'p bo'lsagina ko'proq pul ishlaydi. Ko'p video bo'lmasa yaxshi pul ishlamaydi. Xo'p, mana kanalimiz xullas sotiladi. Statistikadan ko'ryapsizlar, zo'r 5 million prosmotr oyiga bu вообще zo'r degani. 48 soatdagi prosmotri 600 ming prosmotr bo'lyapti. Xo'p, bu kanalimiz shu, pul ishlaydi, tayyor full kanal, lekin AdSense yo'q. Olgan odamga egasini o'zi, ya'niki bakan adminlari, tanishlari o'zlari AdSense ochib beradi, bizning hamkorlardan. AdSense ichida ochib beraman deyaptilar. Xo'p, kanalda o'zlari bilan gaplashasizlar do'stlar. Men bu kanalga aralashmayman. Telegramni yozsanglar 99lik 791 32 32. Telegram kanalimga kirasizlar. Telegram kanalimda mana shu egasini men nima desa bo'ladi, telefon nomerini qo'yib ketaman. Yo'q bo'lmasa Telegramdan qo'yib ketaman. Telegramdan bemalol yozib akaga o'zlari bilan gaplashib, summasini kelishib olasizlar. Bu akani o'zi emas, lekin adminlari, o'sha tanishlarida qisqasi. O'sha aka bilan kelishib olasizlar. O'zingizlar summasini kelishib do'gur qilasizlar. Summasi haqida bir nima deya olmayman, lekin qimmat, realni aytaman. Qimmat kanal, chunki original kontent, hammasi usti mashhurlik bor bularda, tashlasam normalni. Shuni hisobiga kanal narxi qimmatroq, egasi bilan kelishib, ko'rishib, savdolashib olsanglar bo'ladi. Shu maqsadda qo'ydim. O'zingizlar savdolashib kelishib olinglar. Agar o'zi bilan kelishsanglar, men o'rtada garantam bo'lib beraveraman. Bilasizlar, biz chiqargan kanalga kafolat beramiz hammasiga. Hammasi sifatli kanallar. Xullas shu, do'gur egasini o'zi bilan bo'ladi. Telegramdan egasini, lichkasini olasizlar, Telegram kanalimdan. Qolgan hamma kanallar men o'zim do'gur hammasini sotaman, lekin bu kanalda aynan egasini o'zlari bilan kelishadigan joyi bor. Xo'p, xullas shunaqa gaplar do'stlar. Shu kanalimni sotamiz, AdSense o'zlari ochib beraman dedi. Do'gur kelishib o'zlari bilan kelishib olasizlar. Ya'ni nima masala bor? Knopka, masalan, knopkasi ham bor atmoqchi. Knopkasi ham bonus. Mana shu akaning o'zining ism familiyalariga knopka chaqirilgan. YouTube knopkani ham shunday qo'shib bonus qilib berib yuborishadi. Xo'p, yana nima masala qoldi? AdSense ochib berishadi dedim. Alba stripe ishtimi yo'q. Bu endi ogohlantirish. Любой kanal, men kanalimda ham bor bu. Boshida ko'pchilik oladi bu narsani. Bu kanalga ta'siri yo'q mana. Bundan tashqari 3 ta olsanglar bo'ladi. Bu degani ta'sir yo'q degani. Strike'lar yo'q, toza kanal, hamma yo'q cho'tki. Xo'p, bizdan videogarlar bormi? Shunga qiziqyapman. Bu maytdan qaylar videogarlar ham bor ekan. Podpischalarini ko'raylikchi. Effect Uz bizdan video olibdi, 800 ming prosmotr. Qanaqa video ekan bu? Xo'p. Keyingisi 181 mingtalik kanal bizdan video olgan ekan. Keyin 100 mingtalik kanal. Ancha kanallar mana, lekin bizdan video olgan ekan biz kanaldan mana. Oho, spiskada nechta kanallar bor. Lekin biz track tashlamaymiz. Shunaqa. Xullas do'stlar, aniq oladiganlar Telegramdan orqaga chiqamiz. Salomat bo'ling. Kanal raqamini aytib ketish kerak sizlarga. Kanalga raqam qo'ymayapman-ku. Hozir kanalga raqam qo'yib to'xtatib turinglar. Hop, bu kanalimizga necha raqam qo'ysak ekan? Nechida to'xtagandik oxirgi marta? Oxirgi marta 320. Bu 324-kanal do'stlar. 324-kanalda aloqaga chiqsanglar gaplashamiz. Salomat bo'ling.